maydonidagi odamlarning holatlari. So'ch cholindi, insonlar qabrlaridan tirilib chiqib kelishni boshladi. Demak, odamlar yalang'och holatda, xatna qilinmagan holda tirilib Parvardigorning huzurida qoyim bo'ladi. Bu kunda mo'min bilan kofirning holati hargiz bir xil. Mo'minlar soya salqinda turadi. Yo Rahmonning arshining soyasida turadi, yoki o'zini qilgan solih amallarining soyasida turadi. Qiyomatda bir kuni 50 milga teng bo'ladi. Endi quyosh 1 mil balandlikka tushib o'tgan. Badanidan ter chiqadi. Kim to'pig'igacha